o'yin haqida tema ochilibdi. O'tib ketgan o'yin haqida gaplashishdi. Nima yetishmadi komandada? Bizga omad yetishmadi xolos. Qolgan hamma narsa. Voy, shaka yetishmadi. Sangi bitdi, просто o'yinchimiz не то. Mana qarang. Siz o'yinchingiz ochiq varda bo'lsa bo'ladi, siz o'yinchingiz ne to qo'ygan bo'lsa, значит o'sha o'yinchining o'yini shunaqa. Ya, Sizni bu o'ynagan payt agressiya ko'rildi. Shunda. Chunki videoda chiqarib qo'ygan gollarning eng chiroylisi sizlarda bo'lishi kerak. Qarasanglar, gollarning eng chiroylisi bo'lmayapti. Fintlarning eng chiroylisi ham sizlarda bo'lmayapti, bizda bor. Xuniga bannerlar ham eng o'tgan o'yin dedingiz, kam 3 gol bo'ladi. Yana shunaqa taxmin bormi? Bor. Yana Protiv soch bilan yurishga majbur bo'ldim, chunki agar daj olganda, so'da nima tepa kaldan qiyin bo'lsa, men javob beraman.